Xo'p, metil O keyingisi etil radikali beryapti. Hurmatli abituriyentlar, xalqaro nomenklatura bo'yicha nomlashimiz kerak ekan. Demak, dastlab metil, kislorod, etil radikalini beryapti. Buni xalqaro nomenklatura bo'yicha qanday nomlaymiz? Metil, etil, efir. Etil, efir, to'ppa-to'g'ri. Etil, efir. kelgan, keyin etil kelgan va umumiy etil efiri deymiz. Bolalar, endi xalqaro nomlaganda metoksi etan hisoblanadi. Tushundinglarmi? Metoksi etan deb nomlaymiz. Xo'p, keyingi savol qanaqa ekan? S2H5 O S2H5 berilyapti. To'g'rimi? S2H5 etil radikali kislorod S2H5. Xalqaro nomenklatura bo'yicha etoksi etan deb nomlaymiz. Javobimiz B javob. Keyingisi metil, keyingisi etil. Mana sinimizda aytgandik, mana dastlab mana buni nomladi. Metil, etil efiri deb nomladi. Ratsional nom bo'yicha nima deb nomlanadi ekan demak? Metil, etil efiri deb nomlanadi. Mana javobimiz C javob. Keyingisi bolalar, ikkita efir turibdi. S2H5 va metoksi etoksi etan deb nomlagandik xalqaro bo'yicha. Endi ratsional bo'yicha bolalar ikkita efir tutgan uchun etil efiri deb nomlanadi. Javobimiz C javob bo'ladi. Keyingisi 10-savol S4H10O quyidagi formulada nechta oddiy efir to'g'ri keladi deyilyapti. Nechta oddiy efir to'g'ri keladi? S4H10O bo'lsa 3 ta. Qanday? 3 ta. SH3O S3H7, S2H5O S2H5, SH3O izoligida. SH3O necha? S3H7. To'ppa-to'g'ri S3H7 efiri. Yanachi? To'ppa-to'g'ri Detil efir. O S2H5. Bolalar, qaranglarda uglerodlar soni 4 ta bo'lyapti sanasak. Tushunyapsizlarmi? Keyinchi SH3O keyin yana izoli holat. Izo holatda izo. Umumiy formula bo'yicha S pastga bitta tushirib. propilda izopropil deyapsizmi? Pastga bitta tushirib. Izopropil deb nomlasa ham bo'laveradi, to'g'rimi? Xo'p, nechta oddiy efirga to'g'ri kelyapti deyapti? 3 ta oddiy efirga to'g'ri kelar ekan. Demak, B javob holatda yozishimiz mumkin.